mebel yasamoqchiman ey. Rustam buxgalter o'z kasbini o'zgartirdi. So'raganmidingiz? Dehqon kerak debdir, haqiqiy dehqon Zokirjon. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Assalom. Qarangizlar, Hoji Xotam boboni hamma taniydi-a? Ana shu Xotam bobomizning nevara avlodlaridir. Qalaysiz? Rahmat. Allohga shukr. Mulk mebel. Shundaymi? Shunday. Biz ayni damda biz o'sha mebel sexni o'zidamiz, a. Alloh xayrli qilgan bo'lsin. Menimcha bir 2 yilni oshib qoldi ish boshlaganlaringizga. 8 yil atrofida. 8 yillik tajribali mebelchi. Shunday. Undan oldin yog'och mahsulotlardan ishlaganmiz. Yog'och eshik deraza, shkaf, kravatlar yasab yurganmiz. Keyin mebelga o'tganmiz. Bejizga aytmadim. Biz har doim dehqonlarni izlab yuramiz-da. Sababi o'rtada vositachilar yo'q, to'g'rimi? Vositachilarsiz haqiqiy mahsulotni to'g'ridan to'g'ri arzon bo'lgan mahsulotlarni qiziquvchilarimiz uchun mana shu dehqon kerak edi. Menimcha boshqa joylarga nisbatan albatta arzon bo'lsa kerak. Shunday. Samarqand shahar va O'zbekiston bo'ylab tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Narximiz o'rtacha narx, o'rtadan dashi arzonroq ham desak ham bo'ladi. Nisbatan shunday. Nimani hisobiga? Mahsulotni optimumga olamiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz, xaridorga to'g'ridan to'g'ri o'zimiz yetkazib beramiz. Zo'r. Uskunalarimiz ham pol-avtomat texnikalar. Mulk mebelning lokatsiyasi. Qarangizlar, mana bu Azam bobo restorani. Mana bu Qarshi Toshkent avtomagistral betonka ko'chasi. Ortimizda turgan Mulk mebelning sexi.